Bugungi o'yinga qanday baho berasiz? Avvalo Manchester Unitedni g'alaba bilan tabriklayman. Menimcha biz uchrashuvni juda yaxshi boshladik. Dastlabki 30 daqiqada to'liq ustunlik qildik. Aynan rejalashtirilgan hududlarda o'ynadik. Gol urdik. Yana ikkinchi golni kiritish uchun ikkita ajoyib imkoniyatimiz bo'ldi. Ammo shundan keyin raqibga golni o'zimiz sovg'a qildik. Bu futbolning bir qismi. Odatda bizga xos bo'lmagan holat. Biroq biz ularga nafaqat golni, balki eng muhimi umidni ham berib qo'ydik. Bu o'yinning energiyasini butunlay o'zgartirdi. O'sha vaqtdan tanaffusgacha bizga juda qiyin bo'ldi. Ayniqsa to'pni qaytarib olgach, kerakli zonalarda nazorat qilish masalasida. O'yin ochilib ketdi va birinchi bo'limda bizda bo'lgan nazoratni yo'qotdik. Ikkinchi bo'limda ular ikkita juda chiroyli gol urishdi. Bu katta o'yinlardagi individual mahoratning namunasi. Shunga qaramay o'zgartirishlar orqali menimcha biz yana o'yin borishini o'zgartira oldik. Ikkinchi golni urdik va hamma narsa o'zgarayotgandek tuyuldi. G'alaba juda yaqin edi. Ular qayta joylashdi. Bitta pas, yutqazilgan duel va Kunya to'pni aniq 9-likka joylab qo'ydi. Bu esa g'alaba uchun to'plagan barcha impulsimizni, barcha ijobiy energiyani butunlay yo'qqa chiqardi. Shunday qilib, men juda xafaman. Ammo hozir, ayniqsa mag'lubiyatdan keyin bu futbolchilar menga va muxlislarga qancha quvonch ulashganini hisobga olib, mas'uliyatni o'z zimmamga olaman. Men ularning yonida bo'lishim kerak, chunki ular aynan shunga loyiq. Bu United bosh murabbiyi sifatidagi faoliyatingizdagi eng shirin g'alaba bo'lsa kerak. Bugun nihoyatda og'ir o'yin bo'ldi. Biz nima kutayotganimizni bilardik va mukammal o'yin bo'lmasligini tushungan edik. Biz birga atigi 2 haftadan kam ishlayapmiz. Shuning uchun natijaga erishish uchun bor kuchimizni ishga solishimiz kerakligini bilardik. O'yin xuddi tebranma kabi kechdi. Juda yaxshi lahzalar ham bo'ldi. Hali ishlashimiz kerak bo'lgan jihatlar ham. Ammo yigitlarning qanday bardosh bergani, ularning ishonchi, o'ziga bo'lgan ishonchi, bularning barchasi bugun meni chin dildan faxrlantirdi. Arsenal muxlislari juda asabiy bo'lib turgandek edi. Tribunadagi bu xavotirdan foydalana oldingizmi? O'ylaymanki, biz shunchaki o'yinning borishini to'g'ri his qildik. Ayrim paytlarda sabr qilishimiz, himoyalanishimizga to'g'ri keldi. Ammo shu bilan birga o'yinni o'z nazoratimizga olishni ham xohladik. Bunday yirik safar uchrashuvlarda o'yin ritmini boshqarish va vaziyatni tinchlantirish juda muhim. Nazarimda biz buni uddaladik va asta-sekin o'yinga kirib bordik. Urilgan gollar ajoyib bo'ldi. Ayrim vaziyatlarda biz juda yaxshi futbol namoyish etdik va xavfli ko'rindik. Boshqa paytlarda esa qat'iy himoyalandik. Umuman olganda bu o'yinda hamma narsadan bor edi. Michael, dastlabki 2 o'yiningiz Manchester City va Arsenal ustidan g'alaba bilan yakunlanishini tasavvur qilganmidingiz? Rostini aytsam, boshlanish nihoyatda og'ir bo'lishini bilardim. Oldinda ham murakkab o'yinlar bor, ammo shunday o'yinlarda g'alaba qozonish dunyodagi eng yoqimli tuyg'u. Bu ulkan hissiy ko'tarinkilik va ishonch bag'ishlaydi. Yigitlar bugun juda yuqori saviyada bo'lishdi. Avval aytganimdek, biz birga atigi 2 haftadan beri ishlayapmiz. Ammo ular biz so'ragan barcha narsani bajarishga harakat qilishdi. Oldinda erishmoqchi bo'lgan ko'plab darajalarimiz bor. O'sish uchun joy yetarli, ammo bu 2 g'alabani suyagigacha kurashib qo'lga kiritish bu ulkan mehnat samarasi.